Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda bunaqangi yetuk bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun maxsus yetuk bo'g'ozlarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Akalar, ozgina svit tushib qolyapti, kech bo'lishiga qaramasdan sizlar uchun chiqaryapmiz. Hop, bu akalar dehqonning moli, qo'shnimizning moli. O'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Prosta uylari akalar jicha qorong'ilik qildi. O'shaning uchun meni molxonamga olib berib video syomka qilyapmiz. Hafta kuniga akalar payshanba 2026-yil 13-avgust. Kimga sifati biz bergan ma'lumotlar yoqsa nomer nechi edi? 99 lar 327 16 ga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'shnimizning mollari akalar, dehqonchiliklari, o'zlarini boqqan mollari. Hop, aka-ukalar, bo'ylariga keladigan bo'lsak 1.35 kurashchi ikkita birinchi qoringa, yetuk bo'g'oz, yuvvoshligini ko'raman deganlarga mana yuvvoshligi. O'nchab tallabpansagan akalar, umuman tallamasak ham mana yuvvoshligi o'ta yuvvosh. Kinniydi, qarang kinniydi, majagacha yerini soladi bu akalar. Birinchi qoringa xudo xolasa. O'zi kuni qopti. Narxi 35 million deyilyapti, kamini qilib beriladi. Dastavkasini tushuntirib qo'ydim, oddiy bo'ylab qilib beriladigan bo'ldi akalar. Voha tomonlarga kelishilgan holatda bo'laveradigan bo'ldi. Akalar, ozgina tomoqqa ahamiyat bermaysizlar, muzday suv ichib oldirib qo'yibmiz. Shuning uchun telefon qilaverasizlar akalar. Shvet, o'zi asli rangi shvet. Prosta mana svitda akalar, soyada sariq ton bo'lib ko'rinyapti, lekin rangi shvet. Akalar, mana palaza chiziqlarigacha bor. Mol kichkina mol emas. Bo'yi 1.35. Dehqon akaning mollari akalar 35 million kami bor deyilyapti. Rangi shvet akalar, oq quloq, oq tumshuq. Mana svitda soyada rangi boshqacha bo'lib ko'rinyapti mana. Oq quloq, oq tumshuq. Shvet ranglar. Mana akalar, mana shu kallasining rangidan bag'i ham faqat mana svitda boshqacha ko'rinyapti. Kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bo'yi 1.35. Mol kichkina mol emas. Akamizning nomerlarini qo'yib qo'yaman, telefon qilib savdosini qilaverasizlar bemalol.